1 ayning 11-kundagi eng muhim yaxshi xabar. Amerika Qo'shma Shtatlarning Avam palatasiga saylangan Mekasi apandim saylam jarayonida Amerika xalqiga bergan va'dasini amalga oshiribdi. 1 ayning 10-kuni Amerika Avam palatasi demokratchilarning qo'llashi bilan birdek ovoz ma'qullab Amerika Xitoy strategik raqobat alohida komitetini qurib chiqibdi. Bu komitet maxsus Amerika davlati Xitoy davlati bilan ilib berayotgan raqobat xizmatlarga munosabatli xizmatlarga mas'ul ekan. Bu komitet maxsus butun Amerika davlatini harakatlantirib, Xitoydan keladigan raqobatlardan mudofaa ko'rish, internet, savdo va Amerikaning manfaatiga ziyon bo'lishining oldini olish xizmatlariga bevosita mas'ul ekan. Amerika Avam palatasiga yangi saylangan Mekasi apandim, ya'ni Nancy Pelosi xonimning o'rniga saylangan Mekasi apandim Amerika Avam palatasida so'z qilib, Amerika davlati nurg'un yillardan buyon Xitoy davlatiga yordam berish, Xitoy davlatini kuchlantirish jihatda Xitoy davlatiga nurg'unlagan afzal siyosatlarni yaratib berib, har turli sistemlarga a'zo bo'lish uchun yeşil chiroq yondirib berdik. Lekin Xitoy kommunist hukumatidan bizga kelgan javobi bo'lsa, Amerika davlati va dunyoga zo'migarlik va tahdidlarni eksport qildi. Ya'ni Amerika davlatiga qarshi turish uchun iqtisod va harbiy quvvatini kundan kunga oshirib, Amerika davlatiga qarshi turish ideologiyasini kuchaytirdi. Bu vaziyat dunyoning demokratiya va erkinligiga og'ir ziyon bo'lish oldida deb so'z qilgan. Mekasi apandim bu yil 38 yoshga kirgan Gallagher apandini Amerika Xitoy kommunist hokimiyati bilan strategik raqobat alohida komitetiga mas'ul qilgan. Avam palatasiga boshliq bo'lgan Mekasi apandim o'zining Twitterida mundaq degan: "Biz bilet tashlash orqali Amerika Xitoy hukumati strategik raqobat alohida komitetini qurib chiqdik. Bu komitet Amerika xalqining tahdid va bexatarligiga mas'ul bo'lib, hamda Xitoy kommunist hukumatining mas'uliyatini surishti qiladigan birinchi qadamdir" degan. Mekasi apandim Amerika Avam palatasida Demokrat partiyasi va Cumhuriyet partiyasi o'rtaq hamkorlashgan bu yig'inda tantanalik bilan shuni jakolab, biz Xitoy kommunist partiyasining rahbarligidagi hokimiyatining oxirlashganligiga ishonishimiz kerak degan. Bu alohida komitetga yangi tayinlangan Gallagher apandim so'z qilib, "Men shuni ta'kidlaymanki, komitetimiz ikki partiyaning asosida xizmatini davomlashtirdi va shundaqla Amerika xalqining manfaatini qo'g'dash bilan birga birliksab xizmatini yaxshilab bordi." Gallagher apandim so'zida yana ta'kidlab, Xitoy kommunist hokimiyati yana davomli uzluksiz Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib beryotdi. Yuqumliq virusning manbasini yo'shiryotdi. Amerika davlatiga tava bo'lgan milliardlagan patent huquqiga tajovuz qilyotdi. Tayvanga tahdid qilyotdi. Shunga komitetimiz Amerika ikki partiyasining hamkorlik birlik sepining turkilik haydakchiligi bilan bu xizmatni yaxshi qilib, Xitoy kommunist hokimiyatiga taqobil turish orqali Xitoy kommunizm hokimiyatining mas'uliyatini surishti qilindi degan.